Assalomu alaykum azizlar. Bu qizchamizni ismi Muslimaxon. Bu qizchamiz 3 oyligida rivojlanishdan to'xtab, oshqozon ichak so'rilishi yo'q, oshqozon ovqat hazm qilishi yaxshi ishlamaydi, so'rishi yaxshi emas. Men ovqat yeyishi yo'q. Ovqat yemas ekan bu qizchamiz. 8 oylik hozirda bu qizchamiz. 3 oyligida rivojlanishdan to'xtagan bu qizchamiz. 30 gramm kasha ichar ekan bu qizchamiz. Bu qizchamizni onasi Zamiraxonga men Global Trend kompaniyamizda Smart Lux balzamidan bergandim. Bu qizchamiz hozir 8-kuni bugun ichayotganlari. Bu qizchamiz o'zi dam chiqara olmaydi, o'zi yegan ovqatini hazm qilishlari qiyin, yegan ovqatini ham ichaklarda so'rilishi qiyin, ham ichda chiqarishi qiyin. Onasi o'zi svechalar orqali chiqarib oladi. Hozirda bu qizimizga mana shu Smart Lux Global Trend kompaniyamiz Smart Lux balzamini berganimizdan beri bugun 8-kun ichayotgan kuni o'zi hozir mana sekin-sekin mana harakatlanishda boshladi. O'zi dam chiqaryapti hozir. Tashqariga chiqishga harakat qildi-da bugun o'zi. Mana aka onasi ham aytayapti, chiqarishga harakat qildi deb. Ichida hozir ichaklarida yurg'izishga ancha harakatlar foydalarini onasi sezibdilar. Mana aka qizchamiz harakat qilyapti sekin-sekin va nasib inshaalloh tuzalib ketsa, bundan keyin ham endi dorilarni ham olib berib ichsalar bu qizchamiz nasib inshaalloh oyoqqa turib ketadi. Nasib keyingi videolarda ham tushirib qo'yishga harakat qilaman bu qizchamiz tushirishga. Hozircha shu Smart Lux balzamimizni ichib ancha o'ziga 8-kun bugun harakatlar. Mana onasi aytayapti, oyoqlari harakatda ekan hozir. Ancha harakat qilib kulyapti hozir bu qizchamiz. Qo'llari harakatda. Birinchi ko'rganimda harakat qilmas edi. Qo'llari, oyoqlari harakatga kelmas edi, boshini qimirlatmas edi. Hozir bu qizimiz nafas olishlari yaxshi bo'pti, ozgina. Ancha yaxshi. Qarillash yo'q. Ozroq bor. Mana. Nasib inshaalloh bu qizchamizga yana keyinchalik balzamlarimizdan olib berishga harakat qilamiz. Ichi sog'ayib ketishini tilaymiz bu qizchani. Nasib inshaalloh keyinchalik keyingi videolarni ham qo'yishga harakat qilamiz. Nasib inshaalloh.